Hammaga salom. Mana bu video murojaatim Munisa Rizayevani Bevafo klipiga bag'ishlanadi. Men senga ham, akamga ham yaxshilik qildim. Raqqosaman. Kim ham menga uylanardi deb yurarmiding? Senga hech kim uylanmasdi. Akam esa qarshi emas. Baxtli bo'linglar. Qo'shiq haqida umuman meni negativ fikrim yo'q. Qo'shiq juda ham zo'r chiqqan, lekin klip haqida salbiy fikrdaman. Bittaman emas, butun san'at ahridagi raqqosalar juda ham klip haqida norozi. Nima uchun aynan raqqosani shunaqa jamoatlik qilib ko'rsatilgan? Bu kim aybi? Ssenarist, rejissyor, eli kim aybi? Darajada olib chiqqansizlar, bizani o'zbek xalqimizda o'zi raqs kasbini tushunadigan insonlar juda ham kam. Shu narsani targ'ib qilgansizlar bu klipda. Xuddiki raqqosa turmushga chiqa olmaydi. Xuddiki raqqosa mana shunday odamga loyiq degan narsani ko'rsatgansizlar. Professional raqqosalar juda ham chiroyli xonadonga kelin bo'lishadi. Qanchadan qancha taniqli raqqosalarimiz qanaqa baxtli hozir. Hammasi oilasi bilan, bola chaqasi, vaqtida qaynona qaynotasini xizmatini qilgan, qilyapti hali ham. Mana nechta opalarim, nechta o'rtoqlarim turmushga chiqib baxtli yashashyapti. Hozir ajrim ko'p zamonda raqqosalar yashayapti. Nima uchun san'atkorni shunaqa yerga urish kerak? Nima uchun san'atkorni qo'llab-quvvatlash kerak emas? Klipning g'oyasi juda ham noto'g'ri o'ylangan. Har bitta davlat tadbirlari raqqosalarsiz o'tmaydi umuman. Bilmaysizlar bu raqs kasbi ichida qanaqa mehnat yotishini, qanaqa qiyinchilik yotishini, nechta raqqosalarning oyog'ida travmalar bor. Raqs sog'ligiga ham juda ham foydali. Qanchadan qancha doktorlar raqsga boring, harakatda bo'ling deb yozib berishadi. Raqs orqali qanchadan qancha tuzalgan odamlar bor. Faqat bitta kasbni olib minus tomonini emas, uni mashaqqatlarini plus tomonini ham biz o'ylashimiz kerak. Bitta savolga javob kutib qolaman. Nima uchun raqqosalarni bunaqa klipda yomon ma'noda olib chiqdinglar? Nima uchun raqqosani sizlar u turmushga chiqa olmaydi? U shunaqa insonga loyiq. Hech kim uni olmaydi degan narsani uyg'otdinglar. Mana shu savolga javob kutamiz.